Ayollarni xiyonat azobidan alam, nafrat, g'azab holatlaridan chiqib, bunaqa ayollarda energiya varronkaday so'rib olinadi. Erim gul olib kelishi kerak. Olib kelgandagina men o'zim baxtli his qilaman. Tasavvur qiling, biz insonlarda asosiy ikkita tomir bor. Agar shu tomirlarga shikast yetsa, o'limga olib boriladi. Mana shu paytda ovoz chiqargisi keladi, baqirgimiz keladi. Jirkanishda biz ko'pincha mana bunday qilamizda. Burnimizni jiyiradi deydi-da. Mana shu 4 ta qadamni har bittasini teoriya va praktikasini to'g'ri ketma-ketlikda qilish kerak. Qo'l orqali chizganimizda bessознательныйdan, ya'ni o'ng ostidan o'sha qo'rquvlarimizni qog'ozga chiqaramiz. Siz bilan jonli savol-javob sessiyasini o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Bu transformatsionniy video darslik sizga xayrli va manfaatli bo'ladi. Nima uchun transformatsionniy? Chunki siz aynan shu darslikda ham praktika olasiz, ham ma'lumotlarga ega bo'lasiz va ma'lumot olish jarayonida sizda ko'pgina insaytlar, anglashlar bo'ladi. Mana shuning uchun ham transformatsionniy. Statistikaga ko'ra 70% ayollar qadrsizlikdan aziyat chekyapti, baxtsizlik tomon ketyapti. Xo'sh, savol tug'iladi. Qanday qilib qadrsiz ayoldan qadrli ayolga aylanish mumkin? Baxtli va energiyaga to'la bo'lib yashash mumkin. Shuni strategiyasini hozir ko'rib chiqamiz. Aksariyat holda ayollar o'ziga ishonchi pastligi va yelkasiga juda ham ko'p narsalarni zimmasiga olib olgani, shuning bilan o'zini qadrlamasligi kuzatilib borilyapti. Xo'sh, bu videoda ana shu muammolarni sababini, ildizini ko'rib chiqamiz. Qayerdan kelib chiqdi va bu mexanizm qanaqa qilib hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Shu bilan birgalikda qadrsizlik holati pul bilan qanday bog'liq bo'lishi mumkin? Ruxsatingiz bilan o'zimni tanishtiraman. Ismim Nodira. 8 yildan buyon psixologiya sohasida ishlayman va siz bilgan My5, Sevimli, Renesans kabi televizion kanallarda ishtirok etaman ekspert sifatida va siz sevgan Izrabcha teleloyihasida ham ekspert sifatida qatnashganman. Undan tashqari O'zbekistonda aynan raqs terapiyasiga asos solganman va bu borada ayollarni xiyonat azobidan alam, nafrat, g'azab holatlaridan chiqib, ular qanday qilib baxtli yashash formulasini ham aytib o'taman. Shu bilan birgalikda bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish to'g'risida video darslik ham sizga sovg'a sifatida bo'ladi. Nima uchun ayol qadrsizlik hissida yashaydi? O'qiydi, ishlaydi, qanaqadir muvaffaqiyatlarga erishadi-yu, lekin baribir yana o'sha tochkaga tushib qoladi. Birinchisi yetarlicha bilimga ega bo'lmasligi, ikkinchisi vaqtinchalik ishlashi, mana shu ilmlarni. Undan tashqari bu ham yana ikkita fokusga bo'linadi. Faqat teoriya orqali o'rganish va tananing qaysi qismida aynan o'ziga ishonchsizlik hissi yotganini bilmasligi. Chunki biz teoretически любой informatsiyani o'rganganimizda u faqat mana shu sohada qolib ketadi. Fikr holatida qoladi. Biz esa tanamizga tushib, aynan qayerda yashayotganini bilishimiz kerak. Olgan ilmining asosi yo'qligi nima degani bu? Qadrsizlik qachon paydo bo'ldi? Uning ildizi va mexanizmlari nima bilan bog'liq ekanligini bilish. Keling, qadrsizlik qanday yaralishini ko'rib chiqamiz. Chunki ildizini bilmas ekansiz, undan chiqish yo'lini ham bila olmaysiz. Endi asosiy sabablarni ko'rib chiqamiz. Xohlasangiz, qog'oz bilan ruchka ham olishingiz mumkin. Demak, ildizi tanqidchi ona. Agar sizni onangiz doimiy ravishda sizni koyib kelgan bo'lsa, urushgan bo'lsa, hamma joylarni, uylarni yig'ishtirib qo'ydi-yu, siz buni hammasini qildingiz, lekin changga qolib ketgan bo'lsa va aynan shunga fokus vnimaniyani qaratib, faqat sizni urushgan bo'lsa, bugun ovqatlarni qilib qo'ydiz-u, lekin ozgina tuz ekan bo'ldi. Ya'ni tanqidchi ona doimiy ravishda minusga faqat qaratgan bo'lsa, bilingki, sen yetarlicha emassan degan mexanizm shakllanadi. Ya'ni siz doimiy ravishda o'zingizni mana shunchagina bo'lsa ham kamsitilgan his qilasiz. Bu
qayerga olib keladi? Natijasi uyat hissiga olib boradi. Sizda doimiy uyat hissi bo'ladi. Muvaffaqiyatga erishsangiz ham uyat hissi bo'ladi, o'zingizni noqulay his qilasiz. Agar o'sha yetarlicha dozada muvaffaqiyatga erishmagan bo'lsangiz, unda ham yana uyat hissiga tushaverasiz. Sovuq, e'tiborsiz ota yoki otasiz o'sgan qizlar yoki otaning shunchalik sovuqqonligidan umuman qiziga e'tibori yo'qligi esa san muhim emassan degan baza bo'lib qoladi. Ya'ni muhimliliging sani pastroq. Shuning uchun bu holatlarda ayollar doimiy ravishda erkakni roziligini kutadi, ya'ni muhtoj bo'lib yashaydi. Bu nima degani? Qachonki eri maqtasa, shundagina o'zini yaxshi ayol deb his qiladi. Qachonki uni atrofdagilar "Sen yaxshi onasan" desa, shundagina u yaxshi onaligini his qiladi. Ya'ni doimiy ravishda muhimliligini umuman his qilmaydi-da bu ayollar va defitsit holatida yashaydi. Sotsium. Yana bitta dahshatli sabablardan bu jamiyat. Jamiyat bizni har xil kuyga soladi. Bugun xalq bunday deydi, ertaga boshqacha gapiradi. Va aynan sotsium ayollarga "Sen majbursan, sen ayol kishisan" degan mexanizmni ham shakllantirib qo'ygan. Bunaqa paytda ayol kishi majburiyatdan iborat bo'lib qoladi, xohishdan emas. Shuning uchun man qilishim kerak, yaxshi ona bo'lishim kerak, vaqtida ovqat qilishim kerak, vaqtida bolamga qarashim kerak, erimni ko'nglini olishim kerak, qaynonamga qarashim kerak. Hammasi agar kerakdan iborat bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ayollarda energiya varonkaday so'rib olinadi. Ya'ni hayotga ham qiziqishi sekin-astalik bilan so'nib boradi. Nima uchun? Chunki u o'zidan voz kechayapti. Yana keyingi sababi rad etilish jarohati. Bunaqa paytda ayol kishi doimiy iltimos qiladi. Bo'lar bo'lmasga ham iltimos qiladi, kechirim so'raveradi, chunki u o'zligini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Rad etilish deganda biz yo'qni eshita olmaymiz. Ya'ni menga yo'q desalar, dugonam vaqtim yo'q, sen bilan chiqa olmayman. Yoki erim aytdi, yo'q, meni bugun planlarim bor, do'stlarim bilan ko'rishishim kerak-da. Yo'qni eshitganim uchun men yana o'zimni pastga uraman, o'zimni chilparchin qilaman, ya'ni ichingizdan parchalanishni boshlaysiz. Oddiygina rad etilish jarohati tufayli. Ba'zi ayollar hozir yopishib qolganki, erim gul olib kelishi kerak. Olib kelgandagina men o'zim baxtli his qilaman. Ya'ni borligimni, ayolligimni his qilaman. Meni chet elga olib chiqsa, menga podarka olib kelsa-da, vaholanki bu defitsit holatidamisiz? Siz doim unga yopishib olasizda. Energetik tarzda bu esa xuddi vampirizmga o'xshaydi. Xo'sh, sizda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga men, nimaga yana ayol kishida? Endi sizga savol. Aytingchi, oilada o'g'il va qiz tug'ildi. Aytingchi, ko'proq kimga e'tibor, e'tirof va ozodlik, svoboda beriladi? 1 2 3 to'g'ri. Erkak kishiga, o'g'il bolaga. Ayollarda esa aksincha, biz doim kimnidir ko'nglini olishimiz kerak va bu qon-qonimizga, suyagimizga singib ketgan. Atrof muhit ham shuni ko'rsatadi. Mana nima uchun bizda shu narsa soxta ravishda shakllanib qolgan. Masalan, qiz bola uchun ota qattiqqo'l, sovuq bo'lsa, unda doimiy men loyiq bo'lishim kerak degan patern tanasida o'rnashib qoladi. Natijada o'sha kichkina qizaloq maska taqishni o'rganadi. U yoshligidan o'rganadi va mana shu paytda o'zligini yo'qotadi, ya'ni haqiqiy meni yo'qoladi uni. Hammaga yoqishni istaydi. Ideal ayol, qulay, g'amxo'r va itoatkor bo'lishi kerak degan unga tamg'a bosiladi. Shuning uchun men yaxshi bo'lsam, o'z vaqtida ishimni bajarsam, darsimni qilsam, shundagina meni otam yaxshi ko'radi. Va bu keyin proyeksiya to'g'ridan to'g'ri kimga boradi? Eriga. Men erim aytganday hamma narsani qilsam, shundagina u meni yaxshi ko'radi deydi. Lekin bu ichidagi bo'shliq. Eri unga qanchalik e'tibor bermasin,
Bu bo'shliq qolib ketaveradi, chunki yoshligida aynan shu ota-onasidan olinmaganligi sababli va u maska ortida yashayotganligi sabab bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, bo'ldi tushundim, qadrsizlik ildizi qayerdan kelar ekan, jonimga ham tegib ketdi bu yoshlikdagi travmalar debda. Topildi, bildim. Endi qanaqa qilib ishlashim mumkin? Ana shu ildizi bilan ishlash algoritmini hozir aytib o'taman sizga. Formula: qo'rquv, uyat hissi, aybdorlik hissi. Siz uchun bu albatta tushunarsiz bo'lishi mumkin. Hozir sizga расшифровка qilaman. Qo'rquv bilan biz tug'ilamiz. Har bir inson bazaviy 5-6 ta iborat qo'rquvi bor va bu norma, ya'ni tepalikdan qo'rqishimiz, olovdan qo'rqishimiz bu bizni himoya qilib turadi. Lekin uyat hissi va aybdorlik hissi bu soxta ravishda bizga singdirilgan. Qachon? 1,5 yoshdan 3 yoshgacha shakllanayotgan paytda, o'sayotgan paytda yosh bola ay uyat emasmi senga? Voy sen qiz bolasan, to'g'ri o'tir, baqirib kulma-da ay bo'ladi deyishlar hammasi, ya'ni onaning emotsiyalari bolani psixikasiga singib ketadi. Mana nima uchun bizda juda ham kuchli hali uyat hissiga kirgandan keyin aybdorlikka bo'ladi. Aybdorlik hissida yashab yurib yana keyin o'zini o'zi kamsitishni boshlaydi va yana uyatdan aybdorlikka mana shu siklda yashab yuradi. Orada qo'rquv ham bor. Masalan, qanaqa bo'ladi? Men tug'ildim. Ota-onamni ko'rdim, eshitdim. Hali onamni qornida bo'lganimda otam bilan onamni ovozini razlishayt qilardim. Bolada shunaqa xususiyat bor. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Tug'ilgandan keyin ularni ovozi o'rda tursin, emotsiyasini o'qimaydimi? Biz o'ylaymizki, chaqaloq hech narsani tushunmaydi deb. U so'zlarni tushunmasligi mumkin, lekin emotsiyani tushunadi. Mana shu yoshim 1,5 yoshga yetganda bog'chaga berdilar meni, tasavvur qiling. Va ana shu 3 yoshgacha bog'cha opalari, ota-ona uyda nima deb ko'ysa, suv to'kib yubordim men. Shuni ham to'kib yubording, eplab bilmaysan deb oyim siltadimi, bo'ldi. Demak men nimadir yoqimsiz, yomon narsa qilibman. Endi eslang, har bittalaringiz bolalaringiz bo'lsa, prosta trusikda yursa-da, ishtonchalada bolalar yursa yoki pampersda yursa, ustiga kiydirib qo'ymini, deydi-da, допустим, otasi yoki kimdir mehmon keldi. Va mana shu bola imенно считывать qiladi, ana shu otani ohangini. Demak bu yaxshi emas. Yoki garshokka o'tirgan paytda uni ko'tidan urish, mana bu yerga siyib qo'ydingmi deb ko'yish, ya'ni bu narsalarni biz emotsional, salbiy tomondan, bolaga faqat salbiy tomondan, ya'ni ovozimizni ham balandlatib gapirsak yoki uni ko'yib turaversak, tushundingizmi qachon? Singib ketadi bu tanamizga va men uyatchang qiz bo'lib o'sayapman. Maktabda qo'l ko'tarishga ham uyalaman. Noto'g'ri aytib qo'ysamchi, keyin sinfdoshlarim ustimdan kulsachi, mana shu yerda o'zimni проявлять qilishga, ya'ni namoyon qilishga ham o'zimga o'zim blok qo'yaman. Oyligimni vaqtida ola olmasligim yoki meni oyligim yoqmayapti, boshlig'imga bu haqida ayta olmasligim, bular hammasi uyat hissi bilan bog'liq. Va ana shu uyat hissi ulg'aygan ayolda va mana shu uyat hissi, mana shu ulg'aygan qizaloq turmushga chiqqandan keyin unda er-xotin munosabatida ham, aynan jinsiy munosabatlarda katta inqirozlarga, muammolarga olib kelishiga sabab bo'ladi. Mabodo mana shu er-xotin munosabatida bu ayol lazzatlanib qolsa, u yana o'zini ko'yiydi. Qayerga tushadi? Aybdorlik hissiga. Mana shu mexanizm juda katta muammolarga olib kelishiga sabab bo'layotganini ko'ryapman. Tasavvur qiling, biz insonlarda asosiy 2 ta tomir bor. Agar shu tomirlarga shikast yetsa, o'limga olib boriladi. Aynan uyat hissi bilan aybdorlik hissi ham juda ham katta shunday tomir. Tasavvur qiling, daraxtni tomirinda va mana shuni ham tomirchalarga keyin bo'linib ketganini tasavvur qiling. Mana shu tomirchalaridan bittaginasi qadrsizlik hissi bo'ladi. Xo'sh, qadrsizlik nimaga olib keladi? O'ziga ishonchi yo'qligi, doimiy pul yetishmasligi va undan aziyat chekish. Hattoki puli bor ayollarda ham baribir qadrsizlikdan aziyat chekadi. Intim munosabatda muammolar,
tanasini yoqmasligi, bu uni ko'rinishi, yurish turishi, ovozi, husni va hokazolar. Ayollik energiyasini-ku umuman his qilmaydi. O'tmish bilan yashaydi. Ya'ni miyasida doim urushib yuradi. Dialog uni выгрузка qilib chiqarmagan. Aybdorlik hissi va uyat hissi doimiy ichini kemiradi. Hayot esa ma'nosiz bo'lib boraveradi. O'zini haqiqiy menini yo'qotib qo'ygan ayol doimiy ichki bo'shliq va konfliktda yashaydi. Ya'ni ichida nizo bo'ladi. O'zi bilan o'zi. Ba'zida ayollar o'zini ham tushunmaydi. Biz aytishimiz mumkin, bu ayolning logikasi, bu hozir predmenstrualniy sindrom deyishimiz mumkin. Lekin aslida ayollarni va umuman insonlarni o'zi emotsiyalarini bilmaydi. Xaritalar emotsiyasi bor va bizada asosiy 8 ta emotsiya bor. Keling, ularni eslaymiz. Va men yuz qiyofamda bu narsani ko'rsataman, sizga tushunarli bo'lishi uchun va siz buni eslab qolasiz. Qo'rquv. Qo'rquv mana shunday bo'ladi. Ko'zingiz katta-katta bo'ladi va butun tanangiz mana shunday tonusga tushadi. Xavotir bo'lganda odam o'ziga qo'yarga joy topmaydi va aynan ko'krak sohasida, yurak sohasida doim yurak tez-tez uradi, nafasi tezlashadi. G'azab bo'lishi mumkin-da, yoki mana shu paytda ovoz chiqargisi keladi, baqirgimiz keladi, lekin kattalarga gap qaytarish mumkin emas va sen yutishing kerak u narsani. Endi siz har safar buni yutaverganingizdan keyin har xil kasalliklarga ham olib keladi-da. 4-inchisi g'am. G'amgin bo'lganingizda yelkalaringiz pastga tushib, ko'zlaringiz ma'yus va sizda ishonch hissi yo'qolishni boshlaydi. Ishonch hissi esa siz mana shunday qaddingizni rostlaysiz. Va mana shu 8 ta his-tuyg'u biza qachonki o'zimiz yaxshi buni tushunib olsak, shundagina stressga tushmaysiz. Xo'sh, hayrat va jirkanish. Jirkanishda biz ko'pincha mana bunday qilamiz-da. То есть burningizni jiyiradi deydi-da. То есть mana bu jirkanish hissi. Hayratga keladigan bo'lsak, u ham 2 ga bo'linadi. Hayratlanishim mumkin, xursand bo'lganimdan hayratlanishim mumkin, shunaqasi ham bo'lishi mumkinmidi deb stress holatiga tushishim mumkin. Xo'sh, misol tariqasida endi sizga tushuntiraman. Agar sizda quvonch va kutish bo'lsa, ya'ni ожидание, bu optimizmga olib keladi. Lekin sizda qo'rquv va kutish bo'lsa, siz xavotirga tushib qolasiz. Qachonki biz bu his-tuyg'ularni bir-biridan ajratib tushunib olsak, mana bu narsadan men qo'rqayotgan ekanman. Men bu joyda ожидание, ya'ni kutuvni qo'shgan ekanman. Shuning uchun xavotirga tushib qolibman. Qachonki biz mana shu hislarni ayirganimizdan keyin va o'zimiz tushunganimizdan keyingina o'zimizga yordam bera olamiz. Yanada chuqurroq tushunib olishingiz uchun ekranda sizga o'z tablitsa chiqadi va siz buni skrinshot qilib olishingiz mumkin o'zingiz uchun. Demak, qo'rquv plus xavotir qayerga olib boradi? Stressga. G'am bilan qo'rquvni aralashmasi esa tushkunlikka, quvonch va ishonch xotirjamlikka olib boradi. Qo'rquv va kutish xavotir, qo'rquv, g'azab esa hasad yoki himoya reaksiyasini yoqadi. Qo'rquv va hayrat qo'rquvga olib boradi, g'azab va jirkanish esa nafratga olib boradi. Quvonch, qayg'u esa nostalgiya. Quvonch, ishonch, sevgi va mehr. His-tuyg'ular xaritasi sizga nima uchun kerakligini tushundingizmi? Stress va qo'rquvni boshqarishni osonlashtiradi. Aybdorlik hissiga kirib qolmasligingizga yordam beradi. Boshqalarni yaxshiroq tushunishingizga yordam beradi. Bugun sizga transformatsionniy praktika bermoqchiman. Aynan qanday qilib qadrsizlik hissidan chiqish, u o'zi qachon paydo bo'lib qoldi, tanangizni qayerida yashayapti. Agar siz anglamasangiz, buni hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Shunchaki praktikani bajaravering. Praktikani chuqurroq bajarish uchun hammani uyida baribir qog'oz bor va o'z oldingizga qog'oz olib oling. Va bu qog'ozni jahl bilan rezka yirtishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Xohlasangiz bunday qilib yirting. Aynan muhim bu impulslarni tanamizdan chiqarishimiz. Yoki mana shunday birdaniga yirting. O'zingizdagi yaqinlaringizni ogohlantirib qo'ying.
siz o'zi praktika bajarmoqchi bo'lganingizni. Chunki oldingizda farzandlaringiz bo'lsa, sizni yig'laganingizni ko'rib xafa bo'lishi mumkin yoki rezka qog'ozni yirtganingizda, aynan siz bu jahlni qog'ozga chiqarayotgan paytingizda onam mendan nimadandir xafa degan xayol paydo bo'lib qolishi mumkin yoki uydagilar noto'g'ri tushunishi mumkin. Shuning uchun uydagilarni qo'rqmasdan ogohlantirib qo'ying. O'zingizga qulay joyda o'tiring va ko'zlaringizni yuming. Qo'lingizga qog'ozni olib oling. Chuqur nafas olib chiqaring. Chuqur nafas burundan va nafas chiqarayotganda og'zingizni ozgina ochib chiqaring. Va qalb sohasiga tushing. Yana chuqur nafas olib chiqaring. Va qaysi holatlarda sizni doimiy ravishda kamsitganlar? Qachon siz o'zingizni qadrsiz his qilgansiz? O'sha vaziyatlarni eslang, ko'zingizni oldiga kelsin. Bu xoh ishxonada bo'lsin, xoh yoshligingizda maktab davrimi yoki turmush o'rtog'ingiz bilan bo'layotgan voqealarmi? Mana shu hozirgi vaqtda sizni bezovta qilayotgan vaziyatni oling. Qachon sizni qadrladi? Qachon sizni qadrlamadilar? Va o'sha his tuyg'uni ko'krak sohasidan olib qog'ozga chiqaramiz va buni ovoz chiqarishingiz mumkin. Chuqur nafas olingda qilib chiqaring. Tanangizni qaysi qismida o'sha og'irlik, yuk yashayapti? Qo'lingizni o'sha qismga qo'ying. Odatda bu tomoq, qorin sohasi, diafragma, ko'krak sohasi bo'ladi. Aynan qayeringiz og'risa, o'sha tomonga qo'lingizni qo'ying. Va tanangizga ayting, kechir meni. Kechir, shuncha og'ir yukni o'zim bilan olib yuribman. Hammaga yaxshilik qilishni xohlayman. Hammani ko'nglini olaman. Lekin o'zimga kelganda oxirgi o'ringa qo'yaman. Charchadim qadrsizlikdan deb tan oling. Yana chuqur nafas olingda. Ro'parangizda kichkinagina qizaloqni tasavvur qiling. Balkim uni yoshi 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshdir. Va bu qizaloq sizsiz. Va undan so'rang, ilk bor qachon, qayerda seni kamsitdilar? Odatda bu ota-onamiz ham bo'lishi mumkin. Aksariyat holda ota-onamiz. Lekin ular ham yomon bo'lishi uchun qilmagan. Ular ko'p narsani anglamagan, bilmagan. Shuning uchun biz hozir ota-onamizni koyimaymiz. O'sha qizcha bilan ulaning. Ko'z oldingizga keltiring. O'zingizni, yoshligingizni. Uni ko'zlariga qarang. Uni chaqiring. Qo'lingizni uzatib chaqiring. Sizni oiz yoshligingizda qanaqa erkalatib chaqirgan? Ovoz chiqarib o'zingizni ismingiz bilan chaqiring. Nadira. Har kim o'zini ismini aytadi. Gulnoz, Nargiz, Mastora, Oydin, Mahliyo, Barchinoy, Feruza. Har kim o'zini ismini aytib chaqirsin. Kela qol oldimga, chaqiring o'sha qizaloqni. U qizaloq sizga kelgisi kelayaptimi? Uni nigohi qanaqa?
Va undan so'rang, qachon ilk bor seni qadrsizlantirdilar? Qayerda? Va u nimani his qilgan? Uning tanasining qaysi qismi bo'shab qoldi? Yoki dars ketdi? U bilan gaplashing. Va unga ayting. Endi seni hech kimga ozor bertirib qo'ymayman. Kela qol, tizzamga o'tirding. Ichingdagi dardingni aytgin. Men hammasini quloq solaman. Va uni xohishlarini so'rang. U yoshligida nimalar bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rardi? U nima qilishni yaxshi ko'rardi? Kechir, seni quloq solmaganim uchun deng. U bilan shoshmasdan gaplashib oling. Agar sizda og'irlashish jarayoni bo'lsa, chuqur nafas olingda, nafas chiqarayotganda ovoz bilan chiqaring. Qilib butun tanangizda yengillik paydo bo'lsin. Bu kichkina qizaloq nimani xohlayapti? Nima bilan shug'ullanishni xohlayapti? Va unga nima sovg'a qilishni xohlardingiz? U nima sovg'a olishni xohlardi? Shu narsani so'rang. U nimadan xursand bo'ladi? Qachon o'ziga ishonch hissi paydo bo'ladi? Bu juda ham muhim. U qaysi holatlarda o'ziga ishonadi? Undan so'rang. Sizni ichki qizalog'ingizda hamma javob bor. Va tasavvuringizdagi o'sha kichkinagina qizaloqni ko'kragiga, yuragiga o'zingizni qo'lingizni qo'ying. Qo'lingizni uzatib qo'ying. Men sen bilanman deng. Я вместе с тобой. Va aynan o'sha yurak qismiga senga bundan keyin ishonch hissini beraman deng. Va tasavvuringizda aynan o'sha qizaloqni yurak qismida chiroyli gul o'sib chiqayotganini tasavvur qiling. Bu gul o'zini hidi, rangi bor. Va bu gul katta bo'lgani sari sizda ham ishonch hissi, qadr hissi tiklanayotganini his qiling. Chuqur nafas oling. Va har safar nafas chiqarayotganda shukronalik hissi bilan nafas chiqaring. Va bu gul endi butun tanangizni qamrab oldi. Va sizdan chiroyli nur yog'ilyapti. Bu gul chiroyli, yoqimli ifor taratyapti. Va o'zingizdan 5 metrgacha xuddi Wi-Fi to'lqinlaridek energiya taratyapsiz. Buni shunchaki tasavvur qiling, miyangizda yangi neyron to'qimalarini hosil qiling. Tanangiz esa his qilsin. Qachon va qayerda nimadan mazza qilgansiz? Shu narsani kengaytiravering. Bu praktikadan keyin oyoqqa turishingiz mumkin. Ikkita tik oyoqqa tik turishingiz mumkin. Qaddingiz tik, yelkalar.
chuqur nafas oling va qo'lingizda tasavvur qiling shar bor. Energetik shar. Va uni kengaytiring tasavvuringizda. Har bir inson butun tanasida o'zining kuchi bor. Yurakni tadqiqotlardan o'tkazganlarida borliq bilan uni materiali bir xil ekanligi ko'rilgan, tan olingan. Va xuddi shunday siz yurak sohasidan nur tarayotganini ham tasavvur qiling. Qo'lingizdagi energetik sharni tasavvur qiling, u yerda sizda kolossalniy, moshniy o'zingizga ishonch bor. Va mana shu ishonchni, sevgini, xuddi kiyim kiyganday o'zingizga kiying. Chuqur nafas oling. Siz tik holatda turibsiz va yerdan ikkita oyog'ingizdan xuddi aylana singari serpantinniy energiya olayotganingizni ham tasavvur qiling. Chuqur nafas olasiz. Nafas chiqardingiz. Siz o'zingizga ishongan, sevgiga to'la ayolsiz. Chuqur nafas olib chiqaring. O'zingizni qattiq quchoqlab, "Men yoningdaman, men borman. Sen borsan va senga mumkin." O'z fikrlaringni bayon qilishga, o'zing oldinga qo'ygan orzularga erishishga senda imkoniyat bor va men har doim o'zimni o'zim qo'llab-quvvatlay olaman deb ayting. Va praktika oxirida sekingina tanangiz eslab qolishi uchun mana shunday harakatlarni qiling. Men borman. Chuqur nafas olib, sekin ko'zingizni ochishingiz mumkin. Sizdagi bo'layotgan holatlarga, jarayonga hech qanaqa nom bermang. Shunchaki yashab o'ting. Bunday holatda, bunaqa praktikalardan keyin siz energiyaga to'lib toshishingiz mumkin. Agar jarohat achchiqroq bo'lsa, chuqurroq bo'lsa, siz uni yashab o'tishingizga vaqt bering. Va bugun qanaqa tush ko'rasiz? Shunga ham e'tibor qiling. Bundan-da kuchliroq praktikalarni albatta universum loyihasida o'tamiz. Sizga esa bu dars jarayonida yengilroq praktika berdim. Agar uxlashingizdan oldin qilsangiz, undan ham yaxshi. Xayrli bo'lsin. Va bu holatlardan chiqishning strategiyasi 4 ta qadamdan iborat. Birinchi qadam destruktiv, ya'ni salbiy his-tuyg'ular va fikrlar bilan ishlash. Bu nima degani? Siz kimdandir ranjidingiz, hattoki o'zingizdan ham bo'lsa, mana shu yashab o'tilmagan his-tuyg'u ichingizda bo'ladi. Boshingizda bu dialogni aylantirib yuraverasiz. Ishxonada ham kelishmaysiz, uyda ham kelishmaysiz, eringiz bilan, bolalaringiz bilan urushasizda. Ba'zida bolalar aziyat chekadi onani xafagarchiligidan. Nima uchun? Chunki u alamini boladan oladi. Va mana shunaqa paytda mana shu krugovorotga tushib qoladi. Faraz qiling mana bu to'fonni. Mana shuni ichiga tushib qolganingizdan keyin bu faqat sizni pastga olib ketaveradi. Siz tushunishingiz kerak. Nima uchun menda oshqozonim og'rib qoldi. Demak, balkim qaysidir informatsiyani hazm qila olmayapman. Menda jirkanish yoki nafrat paydo bo'ldi erimni xiyonatidan keyin. Bu gruzni ham olib yuribmanmi? Olib yuribman. Va jinsiy aloqaga kirayotgan paytda avtomatik ravishda gaz va tormoz holati bo'ladi. Bir vaqtni o'zida bu erini yaxshi ko'radi, eri bilan birga bo'lmoqchi, lekin uni xiyonatini eslab, uni o'zidan itaradi. Ya'ni mana shu ehtiroslanish holatiga olib kelmaydi. Nima uchun? Chunki uni ichida, miyasida dialog bor. Urushib yuribdi u eri bilanda. Bu narsalarni siz vigruska qilib chiqarishingiz kerak. Chiqarmasangiz ham oshqozonga, ham jigarga, buqoqga
ta'siri bo'ladi. Mana nima uchun immunitet tushib ketishi ham kuzatiladi. Ayollarda rezko semirish jarayonlari, toki biz mana shu destruktiv his-tuyg'ularni yashab to'g'ri chiqarib yormas ekanmiz, ham fikrdan, ham qalbdan biz bu holatga qayta tushib qolaveramiz. Mana nima uchun birinchi qadam eng muhim. Biz buni tozalanish deyishimiz mumkin. Yoki men bu praktikalarni qilganman deyishingiz mumkin. Qachonki to'g'ri bo'ladi, siz bir vaqt o'zida fikrni, tanani, qalbingizni hammasini birgalikda olib ketganingizdagina. Ikkinchi qadam bu qo'rquv. Qo'rquv bilan biz qanday ishlaymiz? Aytib o'tganimdek boshida, bizda ba'zi qo'rquvlar bor. Biz ularga teginmaymiz. Lekin soxtasi ham bor-ku. Pulsizlikdan qo'rqish, o'limdan qo'rqish, kasallikdan qo'rqish, odamlarning gap so'zidan qo'rqishda, ayniqsa odamlarning gap so'zidan qo'rqish o'z-o'zimizni ishonchimizni ham pasaytiramiz va shu bilan birgalikda siz oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishishingizda bu katta to'sqinlik bo'ladi. Prям stop shlagbaumni o'ziz qo'yib qo'ygan bo'lasiz. Odamlar bilan tadqiqot qilganlarida o'limdan ham ko'ra odamlarni gapi nima deydi qo'rquvi ustunlik turar ekan. Va bu o'zi qayerdan paydo bo'ldi? Nimaga bu mexanizmni men включать qildim? Xo'sh, bundan qanday chiqishim mumkin? Va mana shu yerda maxsus praktikalar orqali siz qo'rquvdan chiqasiz va bu yerda uyqusizlik yoki gormonal yana qanaqadir o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa, siz nabarot resurs holatiga chiqishni boshlaysiz. Ya'ni siz energiyaga to'lasiz, sizda o'sha energiya bor, avtomatik ravishda sizga nima kuch yetadi niyatlaringizni amalga oshirishda. Mana nima uchun qo'rquv bilan ishlash kerak. Demak, biz ikkita qadamni o'rgandik. Birinchisi bu destruktiv his-tuyg'ulardan chiqish, ikkinchisi qo'rquv va uchinchisi hasad bilan ishlash. Mana shu joyga kelganda hech kimga yoqmaydi. Birinchisi biz hasadimiz borligini tan olmaymiz. Lekin u hasad ortida qanaqa potensial, qanaqa katta kuch yotganini bilganingizda edi va aynan mana shu 3-qadamda siz o'zingizda yo'q, o'zingiz bilmagan hattoki talantlaringiz ochilishni boshlaydi. Qanday qilib deysizmi? Aynan hasad va g'iybat muvaffaqiyat va quvonchni bloklaydigan narsa. Shuning uchun siz qayerda hasad qilyapsiz, kimga nisbatan hasad qilyapsiz va qaysi vaziyatlarga nisbatan hasad qilayotganingizni bilsangiz, bu aynan sizni raketa kabi uchtiradi. Faqatgina plus tomonga yo'naltirsangiz. Agar siz hasadingiz bor, lekin ichingizga yutasiz va buni o'zingizga hattoki tan olmasangiz, bu sizni nabarot tortib ketadi. Masalan, meni dugonamda mashina bor va men hasad qilyapman. Uni mashinasi bor, amanda yo'q-da. Va buni lekin men oshkor qila olmayman. Dugonamga nima qilaman? Borib, muborak bo'lsin deyishim mumkin. Chunki men yoshligimda maska taqishni o'rganganman-ku va bu avtomatik ravishda ishlaydi. Agar men shu yerda o'zim xohishimni o'zim tan olmasam, balkim men ham shu mashinani xohlayotgandirman-da. Qachonki siz o'zingizga tan olishni boshlaganingizda va bu xohishingizni mana shu xohishlari spisikiga kirgizganingizdagina sizda imkoniyatlar ochilishi boshlaydi. Siz bu narsani tan olmasangiz, siz yana g'azabga, nafratga to'lib toshib ketaverasizda va bora-bora bu hattoki dugonangiz bilan uzoqlashishni boshlaysiz. Chunki energetik ravishda siz uni oldiga borganingizda mana shu maza qilib mashina haydashi yoki qanaqadir katta uyda, hashamatli uyda yashashida bu sizni o'zingizning niyatlaringizga bog'liq. Bu hammasi sizga diskomfort holatini beradi va siz avtomatik ravishda taqqoslashga kirib qolasiz. Biz taqqoslashga kirdikmi, yana qadrimiz pastga tushib ketaveradi. Bu mexanizm mana shunaqa ishlaydi. Xoh bu mashina bilan bo'lsin, xoh uy bilan bo'lsin, turmushga chiqish bo'lsin yoki o'zini biznesini ochmoqchi yoki o'qishga kirmoqchi. Aynan hasad mana shunday destruktiv holatlarga olib boradi. Qachonki men dugonam turmushga chiqdi yoki chiroyli uy men olmoqchiman-da deylik va buni tan olsam, qanaqa bo'lar ekan o'zi mana shunaqa hashamatli uyda yashash va men buni aslida bilmayman. Tushunyapsizmi? Men tanaman bilmaydi. Men bunaqa uyda yashab ko'rmaganman-da yoki men hali turmushga chiqmaganman. Men buni nimaligini bilmayman. Lekin men tan olsam, men ham xohlardim. Mana shunday insonga turmushga chiqishga, aynan shu erkakdan farzandim bo'lishini deb tan olganingizda, sizni uje fikrlashingiz plusga qaratilgan bo'ladi.
qanaqa ekan u? Bizada детское любопытство, da? Yosh bolalar любопытный bo'ladi-ku, mana shu jarayon boshlanadi. Va ana bu yerda siz plyusda bo'lganingizda energetikangiz butunlay boshqacha bo'ladi. Ya'ni siz quvongan holatda va qanaqa bo'lar ekan deb unga qiziqishni boshlaganingizda sizda ham imkoniyatlar plyus tomonga, ya'ni amalga oshishga ochilishni boshlaydi. 4-qadam uyat va aybdorlik hissi. Inson doimiy ravishda o'zini tahqirlaydi. Ichki holati uni faqat yemiraveradi va bu jarayon miyada bo'ladi-da. Faraz qiling, sizni qachonlardir urishganlar va siz bilasiz buni nimaligini. Mana shu payt srazu avtomatiski neyron to'qimalar aktivizatsiya qiladi-da. Aha, mani egam uyat hissiga tushdi yoki aybdorlik hissiga tushdi. Demak, biz nima qilamiz? Gormonlarga signal beramiz. Gormonlar esa stress gormoni bo'lgan kortizolni ishlab chiqaraveradi va bu doimiy ravishda bu sikl qanday bo'ladi? Go'yoki odam o'zini o'zi sud qiladi. Ayblaydi, jazolaydi. Ayblaydi, jazolaydi. Uyat bu aslida men nimadirni noto'g'ri qilib qo'ydim bo'ladi. Aybdorlik hissi esa men yomon ish qildim degani. Va bunga siz o'sha nimaiki qilgan ishingiz noto'g'ri bo'lsa, avtomatik ravishda hozir meni kelib jazolaydi, hozir meni kelib jazolaydi degan holatda o'tirasiz va doimiy ravishda kortizol gormoni ishlab chiqaraveradi. Shuning uchun ayol kishi keyin o'zini istaklarini bostiradi, boshqalar uchun yashaydi, ularni rozi qilish bilan ovora bo'ladi va mana shu salbiy munosabatlar bo'lsa ham u chidaydi. O'zini fikrini bildirishdan uyaladi, qulay inson bo'lib qolganidan o'zi azob yeydi va yana jabrlanuvchi pozitsiyasida qolib ketadi. Demak, siz bilan qadrsiz ayol qanday qilib bu holatga tushib qolgan, unga nima sabab bo'ldi? Ildiz yechimlarini ko'rdik, mexanizmini bilib oldik va mana shu holatdan chiqishni 4 qadamini bildik. Ya'ni destruktiv his-tuyg'ulardan chiqish birinchisi, ikkinchisi bu qo'rquv bilan ishlash, uchinchisi hasad, g'iybat va 4-si uyat va aybdorlik hislari bilan ishlash. Lekin buni bilish yechim degani emas. Mana shu 4 ta qadamni har bittasini teoriya va praktikasini to'g'ri ketma-ketlikda qilish kerak. Bularni esa samarali, effektivniy bo'lishi uchun siz aynan psixolog bilan yoki ustoz bilan bajarishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun men 1 oylik universum unikalniy dasturni yaratdim. 18 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarga tegishli. Universum dasturi 4 haftadan iborat, ya'ni 1 oy. Video darsliklar, yozma postlar, audio darslar, savol-javob sessiyalari, jonli efir darslaridan iborat va transformatsionniy praktikalar. Darslar hammasi o'zbek tilida, Telegram kanal va gruppalarda olib boriladi. Yuqorida aytganimdek, 4 hafta mobaynida dars bo'lsa, birinchi haftalikda biz kechirim algoritmidan o'tamiz. Dushanba kuni sizga video darslik beriladi, seshanba kuni yozma post. Bularni hammasini o'z vaqtida bajarishingiz kerak bo'ladi. Chorshanba kuni praktika beriladi. Aynan mana shu transformatsionniy praktikalar yillar mobaynida olib yurgan dardingizdan xalos bo'lishga olib keladi. Nafrat, g'azab, alamdan chiqish. Payshanba kuni yozma post va audio darslik beriladi. Juma kuni biz birgalikda savol-javob sessiyasini o'tkazamiz. Shanba kuni esa jonli efir darsligi bo'ladi. Demak, birinchi haftalikda hamma narsani o'z vaqtida qilsangiz va men bilan birgalikda albatta siz muammolaringizdan chiqishni boshlaysiz, xotirjamlikka kelishni boshlaysiz, eringiz bilan xayrli munosabatlar qurishni boshlaysiz, energiyaga to'lib vibratsiyangiz oshishi boshladi. Qanday qilibmi? Siz nafratni chiqarganingizdan keyin u bo'shliqqa biz aynan yaxshi xotiralarni, yaxshi narsalarni joylashtirishni va ssenariylarni joylashtirishni boshlaymiz. Energiyaga to'lib vibratsiyangiz oshishi boshlaydi. Bu qanday qilibmi? Nafrat, g'azabni mana bu qog'ozga tashlaganingizdan keyin va transformatsionniy praktikalardan keyin bo'shab qoladi. Va mana shu joyga kelganda ko'pchilik qo'rqadi. Yo'q, qo'rqmaslik kerak. Aksincha, yangi xohishlarni va yangi ssenariyni yozish kerak bo'ladi. Bularni esa hammasini birgalikda men bilan bilib olasiz. Immunitetingiz ham ko'tarilishni boshlaydi. Tongda yengil uyg'onishni boshlaydi. Yashashga qiziqishingiz ortishni boshlaydi. Xuddiki yelkangizga omad qushi
qo'ngandek. Demak, ikkinchi haftada biz qo'rquv bilan ishlaymiz. Ichki kuchni uyg'otamiz va maqsadga erishishni boshlaymiz. Dushanba kuni xuddi shunday video darslik beriladi. Seshanba kuni qo'rquvdan xalos bo'lish praktikasi. Chorshanba kuni miya orqali qo'rquvni transformatsiya qilish jarayonini tushuntirib o'taman. Payshanba art terapiya bo'ladi. Aynan art terapiya chizish orqali biz qo'l orqali chizganimizda bessознательныйdan, ya'ni o'ng ostidan o'sha qo'rquvlarimizni qog'ozga chiqaramiz. Juma kuni esa savol-javob sessiyasi bo'ladi. Shanba kuni konsultatsion jonli efirda ko'rishamiz. Ikkinchi haftadan keyingi natijalar qanaqa bo'ladi? Qo'rquv endi sizni boshqarmaydi. Ichingizdagi bloklar yechilib, tashqarida imkoniyatlar ochilishini o'zingiz kuzatib guvohi bo'lasiz. O'zingizga bo'lgan ishonch hissi uyg'onadi. Moliyaviy erkinlikka chiqishga esa imkoniyatlar paydo bo'ladi. Yoqimsiz 3-haftalikda hasad va g'iybat bilan ishlaganimizda siz iqtidor va missiyangizni aktivizatsiya qilasiz. Pullar oqimini kengaytirishni boshlaymiz. Dushanba kuni audio darslik, seshanba yozma post, chorshanba kuni praktika video darsligi bo'ladi, payshanba kuni audio darslik, juma kuni yana siz bilan jonli savol-javob sessiyasini o'tkazamiz va shanba kuni jonli efir bo'ladi. 3-haftadan keyin zo'r natijalarga kelishib boshlaymiz. O'zingizdagi iqtidorni aniqlashni o'rganib olganingizdan keyin ham o'zingizga yordam berasiz, ham farzandingizga ham manfaatli bo'ladi. Hayotdagi missiyangizni aniqlab olasiz. Biznes loyihalar tuzish, qandaydir yana proyektlarni amalga oshirishni boshlaysiz. Doimiy o'zingizni taqqoslashdan chiqasiz. Mana shunday bo'lib ketgan bo'lsangiz, shu taqqoslashdan, tim bo'li aynan mana shu 3-haftalikda bosib ishlashingiz kerak bo'ladi. O'zingizni qabul qilishni boshlaysiz, qadrlashni boshlaysiz. Chunki men bunga maxsus praktikalar tayyorlab qo'yganman. Sizni bezovta qilayotgan keraksiz hislardan xalos bo'lasiz. 4-hafta boshlandi va siz tayyor turing bunga. Biz hammamiz xohlaymiz sevimli ma'shuqa, mehribon ona, qalbi xotirjam ayolni lazzatli onlarini yashashni istaymiz. Aynan shu holatga kelish uchun biz aybdorlik hissi va uyat hissi bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday yana dushanba kuni video darslik, seshanba kuni yozma post, chorshanba kuni praktika beriladi, transformatsionniy praktika. Payshanba kuni psixodiagnostika testlari beriladi. Juma kuni savol-javob sessiyasi va shanba kuni konsultatsion jonli efir. Siz bemalol efirga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Sizda shunaqa imkoniyat bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri men bilan ishlashga. 4-haftadan keyingi natijalar: aybdorlik va uyat hissidan xalos bo'lasiz. Intim hayot va er-xotin munosabatlari o'zgarishni boshlaydi. Ko'pincha menga ayollar aytadi, "Men 18+ temalarini bilaman, men har xil texnikalarni bilaman, lekin nimagadir men ichimdan erim bilan baxtli bo'lmayman." Chunki anavi ildizi yotibdi-da, siz ildizi uyat hissi bilan ishlaganingizdan keyingina sizni aynan 2ta energiya sentringiz ochiladi. Yurak juda ham katta ahamiyatga ega. Mana shuning uchun 4-haftalik muhim. O'zingizni anglab, tanangizni chuqur his qilishni boshlaysiz. Aynan siz lazzatlanishni boshlaganingizda yeyish-ichishdan, gaplashishdan, shunchaki kimgadir qarab o'tirishingizdan va shundagina qo'limizga pul kelsa, pullardan ham lazzatlanishni boshlaymiz. Ichingizda o'zingizga nisbatan qoniqish paydo bo'ladi va o'ziga rom qiladigan ayolga aylanasiz. Va bu yerga kelganda o'ziga rom qiladigan ayol manipulyatsiya orqali erimdan nimadir shilaman, yigitimdan nimadir olaman emas, yo'q. Siz o'zingiz ichingizdan mehrga va sevgiga to'lasiz. Baxt gormonlari faollashadi. Aytingchi, mana bu daraxt qaysi qismi yoqayapti sizga? Moviy osmonni ko'rib turgan bo'lsangiz, unday bo'lsa universum dasturida albatta qatnashishingiz manfaatli bo'ladi. Nima uchun daraxt timsolini oldim? Ayol kishi o'zini qadrsiz his qilsa, o'tmishdagi yomon xotiralar bilan yashasa, u go'yoki mana shu daraxt kabi so'nishni boshlaydi. Qachonki universum loyihasida qatnashib,
siz barcha o'tmishdagi destruktiv his-tuyg'ularni transformatsionniy praktikalar orqali ishlab gullab yashnashni boshlasangiz, oldingizga maqsadlarni qo'yib, ularga erishib, sevgiga to'la bo'lsangiz, aynan mana shu daraxt kabi gullab yashnaysiz va hayotga qiziqishingiz yanada ortib boraveradi. Demak, umumlashtiramiz, natijalar bo'yicha sizni nima kutyapti? Somatik kasalliklar yo'qola boshlaydi, stressdan chiqasiz, immunitet kuchayishni boshlaydi, energiyaga to'lib toshasiz, ertalab uyg'onishni istaysiz, chunki hayot sizga ma'noli bo'lishni boshlaydi. Aybdorlik, uyat hissidan xalos bo'lasiz, gormonlaringiz normaga tushishni boshlaydi, chunki siz baxt gormonlarini ishlab chiqarasiz va o'zaro er-xotin munosabatlari ham yaxshilanadi. Nafrat, g'azab, alamdan chiqib ketasiz, hattoki vazn tashlashni ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni boshqalar bilan taqqoslamaysiz, qo'rquv yo'qoladi, qalbda tinchlik paydo bo'ladi. Ya'ni siz resurs holatga kelganingizda, energiyaga to'lgan paytingizda orzular amalga oshishni boshlaydi. Qanday qilib? Chunki to'g'ri maqsadlarni qo'yishni boshlaysiz. Moliyaviy erkinlikka erishasiz. Ichkaridagi bloklar yechilganda tashqarida sizga imkoniyatlar ochiladi. Undan tashqari, agar siz dasturimni mana shu video orqali sotib olsangiz, quyidagi bonuslarni sizga bepul beraman. Mening orzuyimdagi erkak mini kursi sizga nima beradi? Siz o'ziz shakllantirasiz miyangizda, o'zi aslida qanaqa inson bilan oila qurishni istayman yoki oila qurib bo'lgan bo'lsangiz, eringiz qanday bo'lishini xohlagan edingiz va buning 12 ta etapi bor. Siz uni o'ziz to'ldirganingizdan keyin tushunib olasiz va hattoki eringiz ana shu tablitsaga mos kelayotganini ham ko'rasiz. Ba'zi bir qizlarimiz murojaat qiladi, aytadi, "Men bilmayman o'zi tasavvurimdagi inson qanaqa." Aynan mana shu kurs sizga yordam beradi. Bu kursni siz bepul olasiz, bonus sifatida. Ayollar orgazm ololmasligining sabablari va yechimlari cheklisti beriladi. Bu ham psixologlar, ham ginekologlar bilan birgalikda ilmiy yechimi bor. Nima uchun bir vaqtni o'zida o'sha gaz va pedal tormozi ishga tushadi-da, siz buni yaqqol bilib olasiz. Bu cheklist ham sizga bepul taqdim etiladi. Bolalarda o'z qadrini his qilish va shaxsiy chegaralarni shakllantirish cheklisti. Siz o'ziz ulg'aygan ayol bo'lsangiz ham aynan bu checklist bilan o'ziz tanish bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shundagina farzandlaringizga birinchi himoyani bera olasiz va sizning farzandingizni chegarasini hech kim buza olmaydi. Moliyaviy erkinlikka chiqish strategiyasi video darsligi ham sizga bepul beriladi. Undan tashqari er-xotin o'rtasidagi sog'lom, intim munosabatlar video darsligi. Aynan bu video darslikni hech qayerda hali bermaganman va siz birinchilardan bo'lasiz. Va 6-chi bonus qalb xotirjamligini topish video darsligi va so'nggisi 7-chisi tadam. Hech qayerda bu narsani e'lon qilmaganman. Konsultatsiyamga aynan qatnashganlarga 50% chegirmani beraman. Jami 8.300.000 so'mlik bonuslarni siz bepul qo'lga kiritishingiz imkoni bor. Mana siz bilan birgalikda Universum loyihasi nimadan iborat ekanligini ko'rib chiqdik. Agar sizga narxi qiziq bo'lsa, menejer aytadi, hozirdan qabul ochildi. Sizni tabriklayman. Sababi siz dasturga birinchilardan bo'lib yozilish imkoniyatingiz bor. Sizda quyidagi imkoniyatlar bor. Birinchilardan joyingizni band qilish, eng arzon narxda sotib olish, hamma bonuslarni bepul olish. Ro'yxatdan o'tish tartibi. Video izohdagi ko'k rangdagi maxsus havolaga bosib, ma'lumotlaringizni qoldirasiz. Sizga va'da qilingan o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish video darsini ham izohdagi havoladan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin avtomatik ravishda olasiz. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, menejerga telefon qiling yoki Telegram orqali yozing. Sizga qo'ng'iroq qiladigan menejerlarimizning raqamlari ham aynan shu bo'ladi. Agar video darslik sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyda o'z fikringizni qoldiring. Hayotingizni tubdan transformatsiya qilish niyatingiz bo'lsa, Universum loyihasida ko'rishguncha.